نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, endi alhamdulillah Alloh nasib qildi. Salqin havoda inshaalloh bemalol joylashib bo'lsalaring, beli oyog'i og'riydiganlar o'tirib bo'lsalarga mayli. Kimda joy namoz bo'lsa shaylar, bo'lmasa yer ham toza, bu muborak changlar. Ana bu yerda qidirib yuramiz. Shuning o'tirib bo'lsalarga mayli. Yarim soat kamida bo'lmasa biz suhbat qilamiz. Biz o'sha mashhur Uhud tog'i hamda Uhud jangi shahidlari bo'ldi. Gaplashmaymiz. Qani o'tiraglar shu jim o'tirib olaveramiz. Gapim iltimos, gapirmang. Birimizni xalaqit bermang. Mana qaranglar. Mana ko'ryapmiz, hamma ko'ryapti. Mana qarang, orqadan qarab ola hoji aka. Demak, mana shu jang bo'lgan. Bahaybat, eshitamiz. Hammasini aytamiz inshaalloh. Demak, mana shu tog' Uhud tog'i. Ko'ryapmiz, ha? Bu juda ham bahaybat, juda ham katta tog'. Biz yon tarafida turibmiz. Bu juda ham bahaybat. Mana agar mana shu men qo'limni Uhud tog'i deb tasavvur qilsak, atrofi 7,5 kilometr, 7500 metr. Juda ham katta tog'. Rasululloh sallallohu jannat tog'laridan biri deganlar. Ulamolarimizning qavllaricha, demak, hozirda Uhud tog'i yerda omonat turibdi. Qiyomat kuni demak Robbimizni o'sha amri bilan ana shu bahaybat katta tog' demak ko'tarilib jannatga qo'yishlar ekanda, jannatning bir bo'lagi bo'lar ekan. Azizlar, har bir aytgan gaplari, har bir qilgan ishlari yuzga yuz to'liq ishlanadi. Nima deysizlar? Jabal Uhud min jibalul janna, Uhud tog'i jannat tog'laridan biri. Dar haqiqat demak jannat tog'laridan biri. Boshqa bir hadisda esa biz Uhudni yaxshi ko'ramiz. Har bir janoza namoziga kim jamoat bilan qatnashsa, Uhud tog'ichalik savobga ega bo'ladi deb ana shu tog'ni nazarda tutganlar. Ko'ryapsizmi? Bir janoza namoziga mana shuncha savob. Buni hisobini kim chiqara oladi? Biron kishi, biron dunyodagi butun olimlar yig'ilsin, buni hisobini chiqara olmaydi, qanchalik savob ekanligi. Amakilari, kichik amakilari ham Elmiktos akalari bo'ladi. Hamda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Ikkita rivoyat keladi, bittasida Usmon ibn Affon roziyallohu anhu deyiladi, bittasida Umar ibn Xattob. Biz o'sha bizning manbalarda, shu biz o'qigan manbalarda ko'proq Umar ibn Xattob keladi. Demak, 3 kishi Uhud tog'iga chiqishdi. Mana shunday bahaybat basharning birontasiga berilmadi. Birontasiga. Tug'ilganlarida yetim holat tug'ilganlar. Otalari bo'lmagan. 6 yoshga kirganlarda onlardan ayrilganlar. 7 yoshga to'lganlarda bobolaridan ayrilganlar. Ana endi ulg'ayib, keyin 3 ta o'g'ilchalari, voyaga yetmagan 3 ta o'g'ilchalari ketma-ketligida demak, o'z qo'llari bilan qabrga qo'yganlar. 3 ta o'g'ilchalarimiz. Qosim, Abdulloh va adashmagan Ibrohim. Biz o'zimizga tasavvur qila olamiz shu narsani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 3 ta voyaga yetgan, turmushga chiqqan farzandi bo'lgan 25-30 yoshli qizlari, 3 ta qizlari, katta qizlar o'z qo'llari bilan qabrga qo'yganlar. Ruqayya, Ummu Gulsum, Zaynab roziyallohu anhuma. Birontamiz o'zimizga shuni tasavvur qila olamizmi? Qani bir tasavvur qilib ko'raylik, qanaqa Alloh asrasin. Qanaqangi dahshatga tushamiz, ha? Hech kim bunchalik sabr qila olmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bularning birontasi o'ylamasdilar. Uhuddagi shahid bo'lgan birodarlarni o'ylardilar. Uhud jangi shahidlarini yo'q. Makoni oromgohi yoki aytib qabrlar. Azizlar, bular Uhud jangi shahidlari, siz va bizlarni iymonimizning sababchilari. Siz va biz bugun alhamdulillah la ilaha illalloh Muhammad rasululloh ibodatga loyiq Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambari elchisi deb turganimiz, buni qalbimizdan bilan tasdiqlab, tilimiz bilan aytib turganligimiz, bunga iymon keltirganligimiz,